davlatlarimiz o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni yangi bosqichga ko'tarish maqsadida yurtimizga tashrif buyurgan siz azizlarni chin qalbimdan qutlayman. Valiahd janoblari, siz prezident janoblariga iliq salomlarini yo'llashimni buyurganlar. Ular O'zbekistondagi barcha o'zgarishlarni bevosita kuzatmoqdalar. Markaziy Osiyoda uyg'onish, yangilanishga guvoh bo'lmoqdamiz. Tarixan buyuk Ipak yo'li chorrahasi, savdo, sotiq va ilm-fan markazi bo'lgan O'zbekiston jozibador zaminga aylanib bormoqda. Ishonchim komil, ilg'or arxitektura va milliy me'morchilik an'analari bilan uyg'unlashgan holda barpo etilayotgan ushbu zamonaviy aeroport yangi Toshkent shahrining ajralmas qismiga aylanadi. Ushbu islohotlarimizning pirovard natijasida O'zbekistonning sharq va g'arb, janub va shimolni bog'lovchi yirik aviatsiya hubiga aylantirishni maqsad qilganmiz. Siz amalga oshirayotgan islohotlar tufayli O'zbekiston investitsiya uchun jozibador mamlakatga aylandi. Men dunyoning 24 ta davlat rahbarlari bilan muloqotda bo'lganman, lekin o'z xalqini sizdek sevadigan davlat rahbarini ko'rganim yo'q. Shuning uchun ham xalqingiz va yurtingiz sizni sevmoqda. Men sizdan juda ko'p narsalarni o'rgandim. Siz mening ustozimsiz. Iqtisodiyotimizni barcha sohalarni jadal rivojlantirishimiz natijasida yalpi ichki mahsulot 2 karra ko'payib, bu yil 135 milliard dollarga yetadi.